Xayrli kech hammaga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xush kelibsizlar deyman. Bepul marafonimizga bugundan Xudo xohlasa boshlaymiz. Hop, ovoz hammasi joyida. Videoni ham ko'ramiz. Hop. Instagramda videoda aytilgandek, bepul marafon istalgan trading va investitsiya sohasiga qiziqadigan odamlar bemalol qatnashib, o'zi uchun tushunmagan, bilmagan yoki noto'g'ri fikrda bo'lgan bo'lsa bu sohada bemalol unga javobni mana shu joydan olishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha bu uchun harakat qilamiz. Hop, videoni agar telefondan ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol mani yuzimdan keyingi ekranga olib o'tishingiz mumkin va hozir asosiy gaplarimiz mana shu joyda bo'ladi. Bo'lmasam bismillah deb boshladik. Bugungi birinchi kun sizlar bilan ko'rib chiqadiganimiz bu trading psixologiyasi va unga mos maqsadlarni qo'yish. Rejamizda kirish, ya'ni asosan tanishamiz bugun. Trading qanaqa sohaligini, trader kim ekanligini, kim trader bo'la olishini, qanday daromad qilish haqida gaplashamiz. Jahon moliya bozorini o'zi nimaligini oz-moz tushunchasini ko'ramiz. Brokerlik kompaniyalari haqida gaplashamiz va oxirida savol-javob va takliflar uchun alohida chat ochamiz. Bu yerda o'zlaringizni qiziqtirgan yoki tushunmagan joylaringizni yozib borishlaringiz mumkin bo'ladi. Demak, tanishamiz. Ismim Nuriddin Karimov, yoshim 37 da. O'tmishda ingliz tili ustozi bo'lganman. 10 yildan oshiq davlat tashkilotida, xususiy tashkilotda ishlaganman, ta'lim berganman. Xalqaro darajadagi ustoz maqomiga ega bo'lganman. Yevropa, Osiyo, Amerika, Qo'shma Shtatlaridan ustozlarimiz bo'lgan, kasbdoshlarimiz bo'lgan, birga bilim, fikr, malaka almashganmiz. IELTS, CEFR sertifikatlarini sohibi bo'lganman qachonlardir. Lekin degan joyi bo'lgan har doim. 2011-yildan dars berishni boshlagan bo'lsam, 2022-yilga kelib umuman men uchun begona bo'lgan, notanish bo'lgan soha trading sohasini o'rganishni boshlaganman va Nur Academy Trading markaziga asos solgan. Bu yoqda e'tibor bersangiz, bizning logotipimizda 2019-yildan degan yozuv bor. Aslida biz xorijiy tillarga asoslangan o'quv markaziga asos solganmiz, lekin degan joyi baribir bu yoqda menga yetib kelgan va men baribir ham trading sohasiga o'tib ketganman. Trading o'zi nima? Ko'pchilikni bu savol qiziqtiradi. Ko'pchilik buni qimor deb o'ylaydi, kazino deb o'ylaydi. Ba'zi bir kishilarni ko'rganamdir, eshitganamdir, xonavayron bo'lib ketgan boshqa va hokazo narsalar bo'lgan. Avvalo trading deganda sizni ko'z oldingizga qanaqadir grafiklar, kompyuterdagi, ekrandagi yozuvlar, chizuvlar, sonlar, raqamlar, valyutalar va hokazolar yoki kompyuter qarshisida o'tirgan birorta trader ayol yoki erkak nimanidir emotsiyaga berilgan holda sotib olgan, sotgan, xursand bo'lgan, xafa bo'lgan yoki Instagramda, Telegramda bir dunyo pullar, dollarlar yoki kriptovalyutalarni har xil kulgili videolari oldingizdan chiqqan bo'lishi mumkin. Yoki Amerika kinolarini ko'rgan bo'lsangiz, u yerdagi oq ko'ylak, qora shimdagi, galstukdagi odamlarni qo'lida qog'oz ruchka bilan nimadir telefonda gaplashgan, oldi-sotdi qilgan narsalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Umuman olganda mana shu narsa trading. Trading so'zi o'zi ingliz tilidan olingan savdo qilish degan atamani bildiradi. Ya'ni sotilishi mumkin bo'lgan, sotib olish mumkin bo'lgan har qanday narsa mana shu tradingda jahon bozorida amalga oshiriladi. Bu qisqacha общий kartina, umumiy ko'rinishi trading. Xo'p, unda trader kim va u qanday daromad qiladi deydigan bo'lsangiz, trader bu mana hozir siz ko'rib turgan mana shu yoqdagi ikkita monitorda oldida har xil mana bunaqangi grafiklarni oldida jiddiy qiyofada o'tirgan odamni ko'rib turibsiz. Bu traderda umumiy bir kartinasi, surati sizni ko'z oldingizda.
Kim treyder bo'la oladi deydigan bo'lsak, treyder bo'lish uchun qanaqangidir ma'lum yoshga ega bo'lgan odam bo'lish shart emas. Istagan yoshdagi odam bo'lishi mumkin. Jinsichi, jinsidan qat'iy nazar, ayol, erkak, xotin, qiz, bola, talaba, davlat ishchisi, umuman bu narsani treydingda ahamiyati yo'q. Erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, shaxsan o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, istagan joydan turib ishlashingiz mumkin. Mashinada ketyapsizmi, svetofor qizil chirog'ida bitim amalga oshirishingiz mumkin. Probkada qolib ketdingizmi, bitim amalga oshirishingiz mumkin. Nimanidir olib sotishingiz mumkin. Ayol kishilarga keladigan bo'lsak, hech kimni qo'l ostida ishlashga majbur bo'lmaysiz. Uydan chiqishingiz ham shart bo'lmaydi. Yosh bolangiz bormi, homikozormi, umuman olganda uydan turib ishlash imkoniyatini bu soha sizga 24 ga 7 taqdim qiladi. Xullas, chet eldamisiz, dam olishdamisiz, ko'chadamisiz, to'y hasham bazmdamisiz yoki oddiy uydamisiz, uyqudan turdingizmi yoki hokazo qanaqa joy bo'lishidan qat'iy nazar siz xohlagan joydan turib treyderlik amaliyotini bajarishingiz mumkin. Asosiy qo'shimcha qilib ketishim kerak bo'ladigan narsa bu yerda yozilmagan. Shunchaki o'zimdan eshitib olishingiz menimcha to'g'ri deb bildim. Treyder kim? Qachon kim treyder bo'la oladi degan savollarga bitta javob: yaxshi bilimga, yaxshi tajribaga ega bo'lgan istalgan odam o'zini treyder deb hisoblashi mumkin. Bu uchun siz chuqur, yaxshi, hammani qiziqtiradi, qancha vaqtda o'rgansa bo'ladi, boshqa qilsa bo'ladi deb. Bu narsa o'zingizga bog'liq. Agar ishtahangiz karnay bo'lib, ishtiyoqingiz baland bo'lib, motivatsiyaga boy odam bo'ladigan bo'lsangiz, umuman notanish bo'lgan sohani tanlab o'rganaman deydigan odam bo'lsangiz, meni hisob-kitobim bo'yicha 1 oy, boringki yana 2 oy vaqt ketar. O'zingizni shu narsaga bag'ishlaydigan bo'lsangiz, mana shuncha muhlatda ichida siz treyder bo'lib yetishingiz mumkin. Bu fakt va isbotlangan. Biz bu narsani ko'p sinovdan o'tkazganmiz, o'zimizda ham boshqalarda ham. O'shaning uchun yaxshi bilim va tajribaga ega bo'lgan odam treyding bilan yaxshi bardavom shug'ullanib ketishi, kasb qila olishi mumkin. Xo'p, treydingni qayerda amalga oshiraman desangiz, jahon moliya bozorida, ya'ni oldi-sotdi bo'ladigan joyda. Bu yerda nimalar bilan oldi-sotdi qilinadi? Dunyoni gigant davlatlarning valyutalari bilan, dollar bilan, yevro bilan, Britaniya funti bilan, Yaponiya yenasi bilan, Avstraliya dollari bilan, Yangi Zelandiya dollari bilan, Shveysariya franki bilan, hokazo valyutalar bilan oldi-sotdi amaliyotini amalga oshirishingiz mumkin. Oddiy o'zimizda o'zbek so'mini oladigan bo'lsak, bir kun tushadi, bir kun ko'tariladi. Nimani hisobiga desangiz, u bozorlarning oldida tura oladigan valyutchilarning hisobiga emas, mana shu jahon moliya bozorida bo'ladigan dollarda harakatiga qarab. Keyingisi aksiya bozori, gigant kompaniyalarning aksiyalari yoki yangi chiqqan kompaniyalarning aksiyalarini sotib olishingiz mumkin. Ular sizni daromadga olib chiqqandan keyin ularni sotib daromadni, foydani ko'paytirib olishingiz, yechib olishingiz mumkin. Obligatsiyalar bozori bor. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari 2 yillik, 5 yillik, 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik obligatsiyalarni boshqa davlatlarga sotib, ulardan daromad ko'radi. Siz ham o'shalarni sotib olishingiz mumkin. Tovar bozori, tilla, hozir O'zbekistonda hit bo'lgan, moda bo'lgan tilla bilan savdo qilish. Mayli, buni ham qo'shib ketamiz. Neft bilan savdo qilishingiz mumkin. Kumush, platina, paxta, kakao, kofe, shakar va hokazo bu narsalar bilan ham bemalol oldi-sotdi qilishingiz mumkin. Arzon vaqt sotib olasiz, qimmatlashgan vaqt sotasiz va narxlar orasidagi farqdan siz o'sha foyda ko'rayotgan odam bo'lasiz. Va bu bozorlarning ichida eng yoshi bu kriptovalyuta bozori hisoblanadi. Hozir to'g'ri, ko'z oldingizga darrov Bitcoin kelishi mumkin, lekin Bitcoindan tashqari yuzlab, mingga yaqin kriptovalyutalar bor. Ularning hali narxi juda ham arzon, $1 ham bo'lmaganlari bor. Bitcoin masalan 100 ming dollar bo'lib turgan bo'lsa, hozir siz 100 ming dollar pulingiz yo'q, sotib olish kerak. O'shalarni sotib olib, ular qimmatlagan vaqtda ularni sotib bemalol foydani yechib olishingiz mumkin. Mana shu qisqacha bozorlar haqida, qanaqa bozorlar borligi haqida sizga ma'lumot. Bozorda ishtirok etishingiz uchun sizga baribir ham brokerlik kompaniyalari kerak bo'ladi. Brokerlarsiz bozorga siz qatnasha olmaysiz, pulingizni olib kira olmaysiz, hech narsa sota olmaysiz va hech narsa sota olmaysiz. Sizni real bozorga, jahon bozoriga olib chiqadigan bu dallol brokerlik kompaniyasi hisoblanadi.
Ularning vazifasi nima? Ularning vazifasi sizni real bozordagi narxlar bilan ta'minlaydi. Ya'ni kechagi emas, bir soat oldingi emas, keyingi keladigan narxni uni hech kim bilmaydi. Sizni real vaqtdagi, ayni vaqtdagi narx-navo bilan ta'minlaydi va siz o'shanga qarab turib qilgan qandaydir tahlilingiz, analiz bo'lsa, nimanidir sotib olishingiz mumkin, nimanidir sotib yuborishingiz mumkin. Sizni bozor ishtirokchisiga aylantiradi. Ya'ni siz o'zingizdan o'zingiz bozorga kirib bora olmaysiz. Hech qanaqangi hech kimda bunaqa imkoniyat yo'q. Brokerlik kompaniyasi sizga bu imkoniyatni taqdim qiladi. Real vaqtda bozorda savdo qilish imkonini beradi. Ya'ni tong saharda bo'lsin, kechki ovqatdan keyin bo'lsin, aytganimdek, umuman bozorda xohlagan vaqtingiz kirib chiqib ketishingiz imkonini beradi bu brokerlik kompaniyasi. Pul mablag'laringizni ishonchli himoya qiladi. Ya'ni sizni pulingiz havoga uchib ketmaydi, yo'q bo'lib qolmaydi, o'zidan o'zi kamayib qolmaydi. Qanaqa bo'lsa o'shanaqa holatda turib, uni sizga himoya qilib beradigan bu brokerlik kompaniyasi hisoblanadi. 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Sizda qanaqangidir taklif yoki qanaqangidir savol, tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, 24/7 bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Va ba'zi bir brokerlar bor, ko'plab bonus dasturlari bilan ham sizni mukofotlaydi, rag'batlantirib turadi. Masalan, o'zim shaxsiy tajribamda bo'lgan, qaysidir yili Ramazon oyida aksiya e'lon qilingan edi. O'shanda menga bitta bonus mablag' tushirib berishgan. Ko'p bunaqa narsalar bo'lgan. Hozir yodimga kelgani mana shu. Siz ham bulardan foydalanib qolishingiz mumkin. Eng ishonchli broker qaysi degan savol paydo bo'ldi. Mana marhamat, XM broker. Hop, XM brokeri nimaga? Sababi o'zimdan ozroq aytadigan bo'lsam, 2022-yil aynan mana shu oktyabr, noyabr oylarida menda 2 ta yoki 3 ta tanlov bor edi. Endi boshlovchi trader sifatida bozorga kirishda bitta brokerga men $15 pul soldim, uni $13 qilib berdi. Ikkinchi brokerga $15 soldim, bitim amalga oshirib $4-5 pul ishladim, uni yechaman desam kamroq qilib berdi. Xullas, mana shunaqa jihatlari, narsalar yoqmadi. Keyingi broker bu XM bo'ldi. XM ga pulni soldim, hech narsa qilmadi. Bitim amalga oshirdim, soliq komissiyalarini olib qoldi. Lekin bitta e'tiborimni tortgan narsa shu bo'ldiki, uni hozir keyingi slaydda aytib o'tib ketaman. Xo'p, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish kerak? To'g'ri brokerda menimcha sizlarga men aytib tushuntirib bera oldim. Endi ro'yxatdan o'tish haqida gaplashsak. Qanday ro'yxatdan o'tiladi? Ro'yxatdan o'tishingiz uchun birinchi sharti 18 yoshdan oshgan bo'lishingiz kerak. 18 yoshdan kichik odam ro'yxatdan o'tkazmaydi, qabul qilmaydi. Sanksiyalar ostida bo'lmagan davlat fuqarosi bo'lishingiz kerak. Masalan, Eron yoki Rossiya va hokazo bunaqa davlat bo'lmasligi kerak. Ularni qabul qilmaydi. Va ro'yxatdan o'tishingiz uchun pasport yoki haydovchilik guvohnomasi kerak bo'ladi. Ikkalasidan bittasi bormi? Ro'yxatdan o'tishda shularni isbot hujjat sifatida ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, yuqorida aytgandek, boshqa brokerlardan XMning qanaqa qulayligi, afzalligi bor? O'zbekistonda rasmiy ofisi va qo'llab-quvvatlash xizmatiga ega mavjud. Istagan vaqtingiz xohlasangiz tashrif buyurishingiz mumkin, qo'ng'iroq amalga oshirishingiz mumkin, nima qilsangiz qilishingiz mumkin. Va mani eng o'ziga jalb qilgan jihati mana bu bo'ladi. Islomiy hisob turlari. Yuqorida aytdim, soliq, komissiya, har xil undirmalari bo'ladi brokerlarning. Lekin XMda islomiy hisob turini ochadigan bo'lsangiz, sizdan hech qanaqangi soliq, komissiyalar olib qolmaydi. Pul soldingizmi, o'sha pul tushadi. Pul yechmoqchimisiz, o'sha pul yechiladi. Bitim amalga oshirib qanchadir foyda qildingizmi, o'sha foydani bajarishda bemalol yechib olavering. Hech qanaqangi bu yerda bosh og'riqlari yo'q. Mana shu jihati bilan men XMda mana 4 yildan beri hozir mijozman. Haligacha biror marta qanaqangidir ishkalli joylari bo'lmagan. Hammasi hozircha zo'r amalga oshirib borilyapti ular tomonidan. Xo'p, video oxirida batafsil qo'llanma tashlab qo'yaman kanalga. Bu qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish haqida ketma-ketlikda video bo'ladi. Videoni ko'rib ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Agar ro'yxatdan o'tishda qiynaladigan bo'lsangiz, bemalol men o'zimga shaxsiy xabardan yozadigan bo'lsangiz, yordam qilishga harakat qilaman. Agar siz Shahrisabz atrofida yashaydigan bo'lsangiz, bemalol ofisimizga keladigan bo'lsangiz, bolalar, qizlar ro'yxatdan o'tishga yordam berishadi. Nima uchun ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilyapman? Sababi yuqorida aytib o'tgan narsalarim
va endigisi menimcha eng deserti, eng mazali joyi bo'ladi. E'tibor qilib turasiz. XM brokeri har chorshanba kunidan boshlab keyingi chorshanba kunigacha bepul musobaqa tashkil qiladi. Bepul musobaqa, lekin uni yutug'ida pul mukofoti bor. Qanaqasiga deydigan bo'lsangiz, buni nomini mana siz ro'yxatdan o'tib bo'lganingizdan keyin, ilovasini yuklab olganingizdan keyin telefondan yoki noutbukdan kiradigan bo'lsangiz XMni ichiga chap tarafda musobaqa degan yozuv bo'ladi. O'shani bossangiz mana shu narsalar chiqib keladi. Xo'p, yaqinlashib kelayotgani 12-noyabrda soat 5:00 da boshlanadi va 19-noyabrda 5:00 gacha davom etadi. Ya'ni bir hafta, chorshanbadan chorshanbagacha. Kichikroq ko'rinishi mumkin, men sizga o'qib beraman. Har haftada virtual pullar yordamida haqiqiy naqd sovrin yutish uchun bellashing. Bepul qo'shiling va 100% risklarsiz bellashing. G'oliblarga naqd sovrinlar bevosita MyWallet hamyoniga to'lab beriladi. Oddiyroq tilda tushuntirib beraman. Siz hisob ro'yxatdan o'tdingiz, hisob ochdingiz, lekin pulingiz yo'q. Pul solishingiz shart emas. Yoki hali qo'rqib turibsiz, yaxshi bilmayman-ki deb. Mana sizga ideal imkoniyat. Siz virtual pul bilan, ya'ni demo hisob bilan musobaqa, ya'ni pulli musobaqada qatnashishingiz mumkin. Ya'ni oxirida pul yutib olishingiz mumkin. Xo'p, bellashuvda qatnashish uchun mana bu yerda bellashishni boshlashni bosasiz. E'tibor qarating, mana kirish to'lovi bepul deyilgan. Yakunlanar ekan soat 19-noyabr chorshanba kuni 5:00 da, ya'ni bizning vaqtimiz bilan. Boshlanishigacha hali bizda 1-2 kun vaqt bor. Xo'p, musobaqani nomi Demo Weekly deyiladi. Ishtirokchilar hozirgacha ro'yxatdan o'tib bo'lgan 5128 ta. Maksimal zarar bo'sag'asi 20%, ya'ni siz beriladigan pulni 20% ni zarar qilib qo'ymasligingiz kerak. Mukofot jamg'armasi o'zgarmaydi. Kafolatlangan summa $25,000. Demak, bu $25,000 bitta odamga nasib qilmaydi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinni oladigan odam 2000, ikkinchi o'rin 1500, uchinchi o'rin 1200, to'rtinchi o'rin 1000, beshinchi o'rin 750, 450, 450 dan ketadi 375, 375 va menda endi bu yoqda sig'madi. Jami bo'lib 100 ta o'ringa mana kafolatlangan pul mablag'lari, pul sovrinlari bor. Bemalol mana siz boshlayapsiz endi sohani. Men bilan birgalikda agar mana shu marafon davomida boradigan bo'lsangiz, Xudo xohlasa bugun dushanba, ertaga seshanba, chorshanba kunigacha biza ro'yxatdan o'tishni amalga oshirib olsak, boshlang'ich bilimlarni oz-moz bo'lsa ham olib olsak, chorshanba kuni kechki soat 5 dan bemalol mana bu joyda qatnashib, o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Nasib qiladigan bo'lsa, qaysidir sovringa ega chiqarsiz. Bizning tajribamizda bo'lgan, shaxsan o'zimda ham, shogirdlarimda ham, sheriklarimda ham ular pul mukofotlarini yutishgan. Buni videolarga ham esdalik uchun olib qo'yganmiz. Men keyin kanalga bu narsalarni joylayman. Bemalol ko'rib o'zingizga motivatsiya olishingiz mumkin. Qani ular qilgan ekan, men ham qila olmaymanmi degandek o'zingizni undashingiz mumkin. Asosiysi birinchi o'rindan 100-chi o'ringacha 100 ta odamga kafolatlangan mana shu $25,000 taqsimlanib beriladi. Har hafta chorshanbadan chorshanbagacha bo'ladi. Azzami? Ana bu XMni boshlang'ich treyderlarga, bilimini oshirayotgan treyderlarga qiladigan yana bir poddershkasi, qo'llab-quvvatlash. Mana shu bugun men mo'ljallagan narsalar edi, sizlarga aytmoqchi bo'lgan, yetkazmoqchi bo'lgan. Agarda qanaqangidir savollaringiz bo'lsa, men javob beraman. Takliflaringiz, qandaydir ham balki shoshilib gapirib qo'ygan joyim bordir, tez gapirib ketgan joyim bordir yoki salgina hayajon bilan meni ham yodimdan ko'tarilgan joy bo'lgan bo'lishi mumkin narsalarni. Asosiysi bugun men sizga trading nimaligini, tradingda qanaqa maqsad qo'yish kerakligini va kim trader bo'la olishini, uni psixologiyasini oz-moz bo'lsa ham ochib berishga harakat qildim. Bu bilan to'xtab qolmaymiz. Hozir yana yangi postlar, yangi videolar joylanadi. Bizda plan bor, reja bor. Mana shu 10-noyabrdan dekabr oyigacha, noyabr oyining oxirigacha sizlar bilan birga mana shu kanalda nimaiki o'rgangan bo'lsam, nimaniki tushungan bo'lsam, ochiqdan ochiq berib boraman. Bemalol agar siz Shahrisabz atrofida yashaydigan bo'lsangiz, istalgan vaqtda men bilan xabarlashib, ofisimizga keling, qarang, ko'ring, tanishing.
man bu sohani odamlardagi noto'g'ri fikrni tuzatish uchun va passiv daromad xohlayotganlar uchun, moliyaviy erkinlik nimaligini tushunmoqchi bo'lgan odamlar uchun, umuman bu sohani hali biz uchun juda ham yangi, ba'zi bir qing'ir-qiyshiq niyatli odamlar bu narsani biznes qilib olganini ko'rib bilib turib, sizlar o'sha narsaga tushib qolmasliklaringni oldini olish maqsadida shu ishga man qo'l urganman. Bu narsadan menga manfaat faqat va faqat mana shu narsa hisoblanadi. Hozir savol-javob uchun alohida bitta havola qoldiraman. Uni ustiga bosib, mana shu kanalimizda sizlar uchun tashkil qilingan chati bo'ladi. O'sha yerga bemalol yozib borishlaring mumkin. Har bir savolga, har bir taklifga men javob beraman. Asosiysi kuch birlikda deydi-ki, birlashadigan bo'lsak, biz ko'p manzillarga yetib boramiz, ko'p marralarni olamiz. E'tiborlaring uchun rahmat. Ozgina hayajon bor edi, baribir monitorda oldida bo'lsam ham, lekin xursandman. Shuncha kirgan odamni ko'rib turibman. Xudo xolasa ertaga ham yana va yana ishlashda, mehnat qilishda, bilim olishda davom etamiz. Hammasi chotki zo'r bo'ladi. Charchamanglar, yaxshi dam olinglar, vaqtlaringga rozi bo'linglar. Rahmat.